Endi qaranglar. Endi to'xtab turamiz endi. Tazana so'rganamiz yana. Endi bu dizayn bo'linmanda 2016 bo'lgani uchun menda dizayn chiqib turibdi. Sizlarda 2021 bor ekan, konstruktor bosib qo'yibdi bu yerda. Adi boshqacha bo'lganlar. Endi keyingi ko'radigan vajimizda maket. Maket bo'limini chek. Qarasak, polya deydi bu. Chetlari ina bu. Chiziqchalar bor ina bular. Buni bossagina har xil узкий, средний, buni bossam eng chetidan qo'yib berding o'zi tart. Bellardan. Endi orientatsiya. Bu narsani ko'rgansizlar. Albomni aytsam, endi ko'rinishga keladi. Mana. Endi qaranglar. Misol uchun men ko'rib birinchisi kerak, ikkinchisi ya doğrulmasın, knyijni bo'lkisi, uni ishlatamiz. Buni oxirlab qoraman. Az endi qaranglar, men buni qaytarib qo'ysam, hammasi qaytib turibdi joyiga. Albomni ham qo'ydim. Endi oxirlab borandan keyin beda разрывы degani bor. Bedan страница. Buni bosdim, yana o'tirib berdi bo'lib. Endi orientatsiyaga kiramanda knyijni aytaman. O'xshamadi bu. Nechta o'xshamay qoldi. Так. Следующая страницani bosdim. Orientatsiya knyijniy. Уже birinchisi albomni bo'lib qoldi, ikkinchilari knyijniy. Endi ikkinchisini aytacakman. Разрывga kiraman. Следующую страницani bosdim. Ben o'tirib berdi azobeta. Endi bu narsa yana albomni aytib beraman. Ko'rdingizmi? Boshda albomni keyin knyijniy, keyin albomni. Hamma shunday ketib turibdi. Endi yana разрывga kirib, keyingi betda yana bu, keyingi betga o'tib, birdan orientatsiyani to'g'rilab qo'yaman. Albomni, knyijniy, albomni, keyin hammasi knyijniy bo'lib ketdi endi menda. Endi beda razmerlar bor. A4 format, A3 format bularni ko'rganmiz. Biz ham shu oq qog'ozimiz A4 formatda. Keyin kolonki. Endi shu kerak bizlarga. Kolonkani hozir 2 ga bo'lib bersam. Tak, kolonkaga kirib 2 ga bo'ldik. Buni yozsagina beram. Lorem 50. Verişe mi kaldı? Dibe kolonki deyimiz. Az yine bu kolonkamizni doldurib berishimiz kerakdan qaranglar, shudan tam bo'lib qoldi yine. Video o'tib ketdi bu yana. Bu endi chokolada az desak, benden bir 80 ko'payotganing o'sha yozib o'tirganman. Buni davomini tashlab beraman yana. İB'den tushdi da endi, İB'dan boshlab keldi yana. Davomi. 2 ga bo'lib yozish. 3 ga bo'lsak bo'ladi. Ya bo'lmasa chatdan ozgina bo'lib, o'ngdan ko'proq. Slevalab qo'ydi. Sprava desa, o'ngdan yana İB'dan kamroq. Hozir yana davomini tekst kerak. Qarang. Yana İB'dan kichkina yozuv, kichkina endi kichkinaroq, yana bu kattaroq bo'lib qoldi chatdagi. Keyingisi kolonka debeda sleva desa, tersine. Chat tarafından shunday kichkinaroq yozuv chiqadi, İB'dan kattaroqlari chiqadi. Yani kolonka ikkina ustuna bo'ladi, kolonkadan ustun. Endi nomer berish, nomer strok. Непрерывно. Endi bularning qatorlarning narsa nomerlari. Ba'zi shundan chaqatar ekan bu 33. Bu qatorni ishlatamiz o'zi. Ben oldindan chiqmam bu narsa qatorni qo'yish, nomer strokni bilan yeb turaversan. Расстановка şartda emas. Benda 30 stuk. Buni da ko'rmadik yana. Главныйda ina bedadi yana. İB'dan bor ekan. Maketni İB'dan bor ekan yana. Misol uchun hozir bu tekstni tanlayman. Dan sleva necha santimetr? 15 santimetr. Yana. Shuna surib berdi. Keyin bu sprava. Menga 16 santimetr. Bunu böyle beradi. 16. Hammasini shurayna 16 santimetr kenglikda kep berib qo'ydi. Endi bu interval, o'rtadagi aralari. Buni da ko'radigan intervalni? Bularni da boradi bu yerda. Imanda. Gandan bor ekan bu. Maket bo'limida. Interval. Bedan misol uchun hozir katta ko'paytiramiz yana. Buni azaytiramiz. O'zimiz ko'rsak ham bo'ladi ekan. Arayandan 1, 1.15, 1.5, 2 o'tib ketadi. Endi bu abzaslar o'rtasida, endi bu nelar arasida? Tekstlarni, strokalarni. Endi bu narsalarni tushunganman turibdi menda.
Metin belirlep göremizmi? Yok. Bir de resimde göstük öttü. Yani ki bu narsani koyup bersek yine biz hozir figuraga girib bir figurani tanlab bersek yine chiqdi. Положение nerede turibdi bu? Ortada dursun, ya chap tarafdan da, ya o'ng taraf pastda. Keyin bu obyekt tekstim. Bu narsalar bundagilar. Bu yerda bor narsalarni ko'rdik-ku. Bu yerdan bor ekan. Endi переместить вперед назад. Buni ichga hozir ustida turibdi-ku bu. Boshda nazarni bosib ko'rsataman. Переместить назад. O'tmadi. Nazarniy plani bosaman, o'tmadi. Tekstning orqasidan o'tish kerak edi shuda. Поместить за текстом, bundan keyin за текстом. Orqasidan o'tib qoldi. Переместить вперед. Перед текстом. Endi bu yerda hozir qaranglar, necha o'tmadigan sababi bu yerda yana bir figura tanlab beramiz. Endi qarab turing. Maket o'tdim, переместить, nazarga bosdim. Yine buni orqasidan o'tib qoldi. Kur figurani 2-3 figura arasında etsak bo'ladi buni. Tekst etmey, tekstim oxiridagisi, za tekstim. Bunda figuralar arasında. Şimdi arkasına bastırıp teyindekiye переместить вперед bassam yine elden o'tib beradi. Область выделения. Bu narsa ya azilan bir tasavvur ko'rgan figuralarni. Misol buni belgilasak, buni belgilaymiz-ku, keyin ya arasini shundan shakl etgan vaqtimiz ya belgilab bilmay qolamiz. Misol uchun buning narsa ibedan boshlangayna ya shu arasida bor bir narsalar bor, belgilab bilmay turibmiz. Buni o'zgartirsak tekstdan o'zgarib ketib turibdi. Ibeda maketga girib область выделения boshida stranitsamizda nol narsalarni bor. Yine bunga bosamiz tanlab berib turibdi, ko'rdingizlarmi? Ibeda shu narsalarni chiqaradi. Bize shu ramka qo'yganmizmi, tablica qo'yganmizmi, shularni tanlab beradi o'zi. Hammasini o'chirib bersak, skrid etsak bo'ladi. Показать все. Endi выровнять. Buni ko'rdik. Yani bu yerda ramkalarni yuqori taxlash, orasini o'zini kengligi bo'yicha taxlash, beti bo'yicha выровнять. Группировкani ko'ramiz. Qarang, группировка nima? Hozir shularni tanlab bering. Выровнять etdim. По центру, по верхнему краю. Yine yuqori bo'yicha, keyin pastga tushamandan по горизонталам. Arasını o'zi tanlab shunday ko'rinishga keldi. Группировка nima ekan bu? O'zi tarjimasi gruppalash bo'lib turibdi buni. Gruppalash. Shunda hozir men buni qarang hozir. Birsini tuzam yana kelib yotibdi. Buni endi группировка etamanda tartib ko'raman. Ana bir guruh bo'lib qoldi. Tartsam hammasi keldi yine, birlashdi. Gördingizmi? Başka figuralarni bir-birini birlashtirib ko'rsak bo'ladi. Endi bu ko'rinishni men o'zgartirjakman. Yana gruppirovkaga giramanda endi bo'lish, gruppirovkadan chiqarish. Buni bossam yana bo'lib beradi. Yine bu kerakmi turadi menga misol uchun. Shu ikkisini gruppirovka deyman. Mana. Endi bu повернуштani bor. Birdan bosib ko'rsak ham o'zi bilamiz nolligini. 90 gradus, 90 gradus. Endi bu aylantirib beradi. Ya aynada ko'rgan nima shuni. Отрезать слева направо. Hozir buni nolda ko'rsak bo'ladi. Yana bir вставка etalik. Figurы. Bunda ko'rsak bo'ladi yana. Qarang. Maket. Повернуть. Bana tushirib berdi yana. Biz endi turib, nushat turib ham sal doğrulab bilmasligimiz ham mumkin. Ozgina endi ikkitaga mishkada bo'ladi gap. Dolan turibdi, lekin shunday vaqtda ham men bostirib doğru повернутdan 90 gradus. Lekin bu qachon 90 ga buriladi? Endi doğru turgan vaqtida, agar men buni hozir sal qishatib turib ham 90 gradus desam, mana ishi bo'yicha 90 ga burib berdi. Endi nima bu? Отразить слева. Almastirib beradi oyoqini osmondan ko'klardan, shunday o'zbekchasi shunday. Слева направо. Bunda indesek o'xshaydi, bunda слева направо. Bu chapda turibdi. Направо turdim yana. Другие параметры поворота. Bu yoqda endi masshtabi bizda 90 gradus emas, bizga 38 gradus kerak. Mana. Bu bölüm shunday maket bölümü.